Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysiz. O'zbekligingizni bilib turib nima qildim? Shu mashina Gatchinada kvartira izlab yurgandimda, naprotiv ketib qolibman. Meni uyim shossi 11 deydi. O'shanga hozir 100 rubl berib tura olasizmi? Pulim ham qolmaganda yonimda. Bo'pti, men amaki emasman uni. Ayol kishiman. Voy, uzr, ming bor ayol kishimisiz? Nuvagalimga erkak deb o'yladi shekilli. Ovozingizdanmi? Ovozim yo'g'onroq. Ichida kvartira izlab yurdim. Shu atrofda yo'qmi? Nima bo'ldi bilmaysizmi? Rosa qiyin ekan, kvartira topishib Agar berdi. xohlasangiz men 2 xonalida turaman. Bir xonamda bitta bola turadi. Bitta xonada o'zim yakka snemat qilaman, nima qilaman. Yoningizda joy bormi? Biz er xotinimizda. Er xotinimizlar yo'q. Bir xonali kvartira qidirayotgan. Dedi, rosa qiyin ekan. Bermaydi. O'zbek senga desak, "Нет, невозможно" dedi. Ko'proq nima qilyapti? Immigrantlarga ko'p bermayapti, nima qiladi? Rossiya fuqarosi bo'lsa. Agar menga pul berib tursangiz, kartangizga tashlab yuboraman, nomeringizni Yo'q, aytsangiz. kerak emas, kartaga nima qilmang. Qancha dedi? 100 rubl berib tursangiz bo'ladi. Ne bo'ladi? Lekin erkak kishi deb o'ylaganimga xafa bo'lmang, ha? Yo'q, ayol kishiman bu. Hamda qorni chiqib turganga qorindor erkaksiz deb o'tirdim. Qornim nima? Rak kasalman o'zini. Nimada? Bitta nima kolostoma chiqarib qo'ygan mana bola. Voh, xudo. Nima qilib? Shuning uchun nimada bu? Operatsiya qildirishim kerak bo'ladi. Voy, shu operatsiya bilan farroshlik qilib yuribsizmi? Shuning uchun nima qilyapman-da, ishlab pul to'playapman bola. Nima emas. Tirikchilik qilib, nima qilib. Voy, sizga kerak ekan u pul. Nima qilamiz endi? Alloh bergan dardi bola. Voy, bu shuncha operatsiya holingizga farroshlik qilib yuribsizmi? Mana shunaqa qilib tirikchilikni sekin-sekin to'plasam, nima qildim? Keyin xudo xohlasa qildirib olsam ketaman bola. Qayerliksiz? Andijonlikman. Andijon. Voy, biz syomka qilayotgandik lekin. Zarnigor keyin bo'ldi, stop. Keling.